8 aprel günü Türkiye Sud Məhkəmisi İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'da uzun yıllardan buyan Xitayga qaytırıp berişini talep kılıvatkan Uyghur cemaat erbabı Abdۇقادىر yapçan üstüden yıpıq sod içip Xitayning qaytırıp beriş talepini rədd qılğan. Şərqi Türkistan Təşkilatlar Birliği'nin reisi Hidayetullah Oğuzxan Əpəndi bu haqda 15 yıldan buyan Türkiye'de yaşavatqan ve 2016 yıldan buyan öyiga nəzərband qılınğan Abdۇqadىr yapçan Əpəndinin Xitayga qaytırılış talebinin rədd qılınğanlığını bildirdi. Onun aytishicha, sud mahkamasi Abdۇqadىr yapçan Əpəndinin delosining bekor qilinganligi va uning erkinlikka chiqqanligini bildirgan. Cemaat erbabı Abdۇqadىر yapçan Əpəndi bu qarar to'g'risida to'xtalib, bugun Xitayning töhmətlari, ya'ni bizning ustimizdan Sharqi Turkiston xalqi ustidan elib berilayotgan hiyla-mikr saxtapazligining hammasi barbod bo'ldi dedi. Abdۇqadىر yapçan Əpəndi sözüdə yana Xitayning Sharqi Turkistondagi mavjudiyatiga va Sharqi Turkistonda elib berayotgan irqiy qirg'inchilikqa qarshi o'rtaq kuch hosil qilishimiz lozim dedi. Milyonlagan Uyghur ve başka Türkiye milletlerini Şarkı Türkistan'daki ceza lagerlariga qamgan ve dünyanın narazılıqını qo'zg'agan Xitay hükümeti İyi Partiyasının rəhbəri Aqşener xanım ve Anqara şəhər başlığı Yavaşqa təhdid salgandan keyin yana bir töhmətni o'tirg'a qo'ydi. Xitayning Anqarada turishliq bosh elchixonasining tahdidlik uchuridan keyin Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Javlijan Turkiyadagi bir qism kishilarning terrorchilarni va Xitoydagi bo'lgunchilikni tashabbus qiladi dedi. Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchilikqa sababli Yevropa davlatlari, Amerika va Angliyaning jazosiga uchragan Xitoy hukumati turk siyosiyonlarini nishonlagandan keyin yana bir qatim takabbürlik bilan tuhmat qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Javlijan muxbirlarni kutib olish yig'inida mundaq dedi. Turkiyadagi bir qism kishilarning terrorchilarni va Xitoydagi bo'lgunchilikni tashabbus qiladi. Biz Türkiye'nin her qaysi joylaridagi kishilarning Xitoyning egilik huquqi va zamin butunligi huquqini qo'g'dash masalasidagi mustahkam maydonini muvofiq va obyektiv usulda ko'rishni umid qilamiz. Amerika Xitayning harbiy zamonaviylashtirish tirishchanligi va keng ko'lamli qirg'uvchi programmalarni qo'llaydiganligini bahona qilib, 7 texnika markazi va shirkitini qora tizimiga kirgizdi. Amerika Savdo ministrligining bayonotida bu organlarning Amerikaning davlat bexatarligi va tashqi siyosat manfaatiga qarshi harakat qilayotganligi bayon qilindi. Bayonotda Jinan, Shenzhen, Wuxi va Jingzhou davlatlik darajadan tashqari kompyuter markazi bilan Shanxay yuqori iqtidorli universal tok yo'li loyihalash markazi, Quyosh yo'li mikro elektron shirkiti va Tianjin Fityum uchur texnikasi shirkitining qora tizimligiga kirgizilganligi xabar qilindi. Ministerlikning bayonotida eksport kontrolligida bo'ladigan bu tashkilotlarning Xitoyning harbiy harakatlarini qo'llaydigan faoliyatlar, harbiy zamonaviylashtirish tirishchanligi va keng ko'lamli qirg'uvchi qurollar programmalariga qatnashadiganligi ko'rsatildi. Xitoy Amerikaning USS McKay nomli dengiz armiyasi qo'g'lag'uchi paraxutining Tayvan bo'g'ozidan o'tishiga e'tiroz bildirdi va bu harakatga ehtiyotchan javob qaytarilganligi e'lon qilindi. Amerika hukumati bo'lsa bu harakatga xalqaro suv tavalligida va xalqaro qonun bo'yicha elib berilganligini o'tirg'a qo'ydi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Ned Price, bizning Tayvanga bergan va'damiz intayin mustahkam. Biz buning Tayvan bo'g'ozi va rayonning tinchligi va muqimligini qo'g'dashga tuhfa qo'shadiganligini bilamiz. Amerikaning Tayvandagi xalqning bexatarligi, ijtimoiy yoki iqtisodiy sistemasiga xavf yetkazadigan har qanday kuch va boshqa besimlarga qarshi turish iqtidori bor dedi. İran hükümeti 4 yanvardan buyan muhit bulg'anishini keltirib chiqarganligini bahona qilib, tutib turayotgan Koriya nifit paraxutini qo'yib berganligini e'lon qildi. İran Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Sayyid Xatibzoda davlat taratqularida bu masala to'g'risida bayonot e'lon qildi. Bayonotchi Seul va paraxut egasining talabiga binoan İran adliya organlarining Koriya bayrog'i osgan nifit paraxutini qo'yib berishni qaror qilganligini bayon qildi. Onun bildirishicha, kapitan va paraxutning rayonda qonunga xiloflik qilish xotirasi yo'q bo'lishi İran adliya organlarining aktiv qaror chiqarishini osonlashtirgan.